Assalomu alaykum. Sizlarga esmeralda gulimizni ko'rsatib o'tgim keldi. Buni qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib ochildi. Mana bu sariq olov rangi. Mana bunisini qaranglar, bu ham juda ham chiroyli. Mana bunisi ham o'sha sariq rangimizdan. Juda ham chiroyli bo'lib ochilishdi. Rivojlanishi ham yaxshi. Mana bunimiz yana ham bir boshqacha sariq. Ajoyib. Har xil ranglaridan olib ekdik. Mana juda ham chiroyli bo'lib rivojlanyapti. G'unchalari ham ko'p. Xudo xohlasa hali bular to kuzgacha ochilib turadi. Mana shunday bo'lib sekin-sekin ko'payishni boshlaydi. Barglari ham ko'payadi, g'unchalari ham ko'payadi. Mana ekkanimizga endi 15-20 kun bo'ldi, lekin juda ham chiroyli bo'lib ochilib, juda ham chiroyli bo'lib mana rivojlanyapti. Sizlarga mana shu go'zallikni bir ko'rsatib o'tgim keldi. Quyoshli joyda, quyosh chiqqanda osmonga qarab ochilib turadi. Quyosh kirib ketganda bular yana yopilib qoladi, bu gullari. Xuddi namasham gulga o'xshaydi. Namasham gul namashamda ochilib, yorug' tushishiga yopilib qoladi. Bu esa teskarisi quyoshda ochiladi. Quyosh kirib ketgandan keyin, agar bulutli yomg'irli havo bo'lsa, darrov bekilib yopilib qoladi, ochilmaydi.